Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlarim. Bugun har birlari bilan eee, navbatdagi hammamiz o'rtaq ko'ngil bo'layotgan, diqqat bo'layotgan bir nuqtada har birlari bilan o'z fikrimni o'rtoqlashay dedim. U bo'lsa-mu hozirgi Turkiya orqali Yevropaga kelayotgan qarindoshlarimiz haqida bo'ladi. Bu kelish kelmaslik, to'g'ri xatoligi va yoki u qanday bo'ladi, o nuqtada men uni o'rtoqlashmayman. Meni o'rtoqlashadiganim kep bo'lgan qarindoshlarimizning bu yerdagi hayotini qanday boshlash, mushu ruxsat chiqilgan vaqtlarda, chiqayotgan vaqtlarda diqqat qiladigan nuqtalar. Yana ko'rishish deymiz. Ko'rishishda diqqat qiladigan bir nuqtalar to'g'riliq har birlariga o'zimiz egallagan ba'zi bir ahvollarni har birlari bilan o'rtoqlashib qo'yishni muvaffaq ko'rdim. Hamda mayli Norvegiyaga bo'lsin, mayli Gollandiyaga, mayli Avstriyaga, mayli Belgiyaga kelayotgan qarindoshlarimiz yaqin oyog'i bir yo'l hosil bo'lishi bilan Turkiya tarafdan boshqa yo'llar bilan har xil shaklda Yevropaga Uyg'urlarning kelish soni biroz yuqori songa yetyotidi. Inshaalloh bundan bir xayrlik bo'ladi deb o'ylaymiz. Chunki endi bu kelgandan keyin endi buning ichidagi nima uchun kelsa, nima uchun bo'ldi, nima uchun unda yerdan nima bo'lamiz deganni o'rtoqlashmaymiz. Hamda kelgandan keyin diqqat qiladigan nuqtalar va ruxsatimiz chiqqandan keyin nishon, maqsadimiz, yashash yo'nalishimizni bekitib olsak, inshaalloh bundan keyingi hayotimiz nihoyatda yaxshi o'tadi deb o'ylayman. Hamda Yevropaga kelgandan keyin hamma ish bo'ladi degan gap bo'lmaydi qarindoshlar. Turkiyadagi hayotimizdagi g'am almashuvi. Turkiyaning g'ami bilan Yevropaning g'ami o'xshash g'am shaklida bo'ladi, ammo ikkisining shakli o'zgaradi. U yerda Turkiyadagi vaqtimizda bizga keladigan g'am qanday qachon tutilib ketamiz, qachon bu tutilib ketadi, qachon qaytarib yutib qolamizmiki, yoki bo'lmasa mayning kirasini qanday to'layman, ishimda deb ishsiz qoldim va yoki u, yoki bu, yoki bo'lmasa har xil shakldagi insonlar turmush uchrayotgan ahvollardan bu yerda Yevropaga kelgandan keyin uyingiz xotirjam bo'lishi mumkin. Iqtisodiyatdan bir yerdan qulluq qarab qolmasligingiz mumkin. O'zingizga yetkidek bir turmush xarajati berib turadi. Sizning uysiz qolmaysiz, ish bo'lmaganligida o'pcha yotoq yoki kampa bo'lsin o'rinlashtirib turadi degandekchi. Ammo o'zingiz yolg'iz kelgandan keyin mayli ayol bo'lsin, er bo'lsin, oilangiz qoladi. Ular bilan jamlashguncha psixikangizda anakanda shu muhit ko'ngichilik psixikangizda anikan bir odamlar bilan tunishib, bir aloqani ulab do'st birodarlar jamoat hidlab, ular bilan bir ichak pog'ishlik vaqtidagi anaqa haqning qilgan gapi yoki bo'lmasa bir mundaqcha aytganda odam eg'ir keladigan nihoyatda odam anaqa bu yerning havosi sovuq bo'lg'achqa Yevropaning odamda bunday bir xil insonlarga bir xil illiqlik mehr muhabbatni ishtik sezolmay to'xtab turar ajab bir Turkiyadagidek, vatandagidek ajab bir kayfiyat yo'qkangu deb qilib bir shaklida o'zimizni shu muhit qiynab bo'g'ishlik biroz o'zimizda bir davolg'ish bo'ludi. Mushunday naslda hamda g'amimiz mushunday shaklga o'zgaradi demoqchiman. Shuni hamda mayli qanday bo'lsin, mushunday narsaga ideya jihatdan bir tayyorlab qo'yishimiz bo'lishi kerak. Ideya bir tayyorlab qo'ymasa, biz istiqlom nima bo'lib qolamizda, biroz buni hal qilolmay, biroz krizisga duchor bo'lib qolamiz demoqchi. Xo'sh. Hamda yana bir nuqtamiz kelgandan keyingi kelgan qarindoshlarimiz avval shu davlatda turishli qarindoshlarimiz bilan, bularni tashkilotlar bilan izchil turda xizmat qilib kelayotgan, burundan xizmat tajribasi bor mush tashkilotlar bilan aloqalashib, o'zimiz so'rash tegishli va diqqat qilish tegishli nuqtalarni mushlarning ahvoliga egallab bilib olganimiz yaxshi.
hem de devletlerde tunuydigan tunuşturumuz veya ki əlaqələrimiz, dost birodarlar bo'lishi mumkin. Ammo bu tashkilotni tavsiya qilishimdagi sabab, tashkilot izchil turda mushu siyosiy ish xizmatlarni qilib kelgachga, ham mo'l tajribasi bo'lg'achqa, bular sizga qaysi xil shaklda eng oddiy, eng to'g'ri usulni ko'rsatib bera oladi deb o'ylayman. Ammo bu yerda yashayotgan 10-20 yil bo'lgan bo'lsa-mu Yevropada, ammo u ishlarga kirishmagan bo'lsa, u ishlarning tartibini bilmagan bo'lsa, vaqtida sizga to'g'ri shaklda maslahat va fikr taklif berolmasligi mumkin. Yoki bo'lmasa bilmayman deyishdan ayminib, xato shaklda bir narsalarni, uchurlarni berib qo'yishi mumkin. Shuningdek, men deydiganim mush ishni izchil qilayotgan, hukumat bilan izchil munosabatlari bor hamda shu davlatning siyosiy qonunlarini izchil turda bilayotgan bu tashkilot ishlarini qilayotgan qarindoshlarimiz bilan uchrashish bu eng yaxshi to'g'ri tanlash deb o'ylayman. Bu birincisi. İkincisi, kelgan Yevropaga kelgan shu davlatlarning ahvolini hech bo'lmaganda Tordan bo'lsin, o'zimiz YouTube'lardan bo'lsin, Google'dan bo'lsin izlanib, yana ahvolni bir qurib berib qo'yishimiz kerak. Bir qurib o'z oldimizga, boshqalarni anglagandan boshqa o'zimiz material ko'rib, bir tushunib qo'ysak, nayt yaxshi bo'ladi. Andan keyin mayli o'zimizning siyosiy panolikdagi o'zimizning besha kelgan qismatlarimiz bo'lsin, bularni hikoya deymiz endi. Hikoya bo'lmadi, qismadan beshimiz kelgan har xil mayli Xitoyning Turkiyadagi yashayotgan jarayoni bizga qilgan besim bo'lsin, oilamiz orqali qilgan besimimiz bo'lsin, undidor WhatsApp orqali bizga tahdid solgan tahdidlar bo'lsin. Bu siz uchun eng yaxshi dalil isbot. Mushularni dalil isbot qilib o'zingiz kelgan besimni, Turkiyadagi besim sizniki iqtisodiy besimlar emas, iqtisodiy besimni siyosiy panolikda cheklashib ketmaydi. Onun uchun sizning deydiganingiz o'zingiz kelayotgan siyosiy besim, ya'ni Xitoyning tahdidi sizni Turkiyadami tug'izmaslik va balkim Turkiyadami tuyuqsiz Xitoyning jasuslari orqali, cheqish to'g'onlari orqali sizni balkim tutgan bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa pasportingizga G87 urilgan bo'lishi mumkin va yoki shunday bir tahdidlarga yoki Xitoyning bevosita vatandan Xitoy tajovuzchilarining jasuslari orqali yoki mahalla boshqarmasi yoki bu orqali yoki urug' tuqqanlar orqali chiqargan ovozliq yoki yozmaliq narsalar bo'lishi mumkin. Sen qaytib kel yoki bir ish aralashma, o'qil bo'lmasa u bizni avar qildi ekan yoki bo'lmasa urug' tuqqanlarga diqqat qil, bularning nimasiga degandek shakldagi har xil tahdidlar bo'ladi. Bu tahdidlar qilingan bo'lsa, bu to'g'riliqmi? Shuni dalil asos qilib o'zimizning beshiga kelgan va urug' tuqqanlarimizning beshiga kelgan hayotimizning tahdidga uchirgan yoki besimga uchirgan yoki yashash imkoniyatimiz bo'lmagan ahvol ostida bu g'arb Yevropa davlatlariga kelib, shu davlatdan panohlik izlaganligimizni aniq shaklda deyishimiz kerak. Andan keyin Turkiyada yasatgan yolg'on guvohnoma, yolg'on pravo, yolg'on tug'ilish isboti, yolg'on iqomat. İqomatingiz rost bo'lsinmi, rostini rost deysangiz bo'ladi endi. Iqomat kapita desa, iqomatni olgan ya insoniy iqomat yoki bo'lmasa uzun dönemlik iqomat. Bu shaklda olgan. Undan keyin Xitoyning besimi bilan hammadan biladi Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan siyosiy, iqtisodiy va siyosiy jihatdagi kelishimlarni elib berayotgan ishlarini biladi Yevropada. U biz xalqaro siyosatdan so'zlamay, o'zimizning shu davlatda turayotganda uchirgan siyosiy besimlarimiz yoki tahdidlarimizni buni bular Xitoydan kelayotgan tahdidlarni aniq shaklda gavdalantirsak nihoyat yaxshi bo'ladi. Andan keyin avval degandek isbot uchun yolg'on pravomizni, yolg'on nimamizni, guvohnomani tug'ish isbotlarini ko'rsatmasligimiz kerak. Undan keyin pasportimizni, iqomatimizni uni buni ko'ydiradigan, tiqoladigan bunday ishni qilmay, bana yo'qni yo'q deb qo'yish kerak. Chunki sizning vatandan chiqqan mayli Xitoy pasportingiz bo'lsin, mayli Xitoy pravongiz bo'lsin, mayli o'qigan diplomlaringiz bo'lsin, u isbot bo'ladi. Sizning shu vatanda shu ishni qilganligingiz, o'qiganligingiz, pravo olganligingiz, Xitoyning pasportini olganingiz sizning kimligingiz bu. Kimligingiz bo'lmay, uni ko'ydirib yo'qlayib, polkanchining ismini o'zgartirish uchun anda qildim, manda qildi deb qolsangiz, sizning mayalik masalan 4 yilda chiqilgan ruxsatingiz 8 yilda uzarib ketdi. Bizning Shvetsiyada shunday. Men 4 yilda oldim, guvohnimiz yo'q qarindoshlarim 8 yilda oldi.
Demek, muşundaq şekilde ahvalga duchor bo'lib qolasiz. Şoňa bargan döwletingizden şu şekildeki näslerigimi diqqat nokturuňyzyny agdyryň we ügüniň we bilip biliň. Anyndan keyin, amal we ýalgan sözlemeslik. Anynkeýinde şu birinji interwie diýmez ýa-da birinji körüşmede kılgan gepiňizden hemmeni ýaşy iňik bilen, anyndan keyin sizge terjümanlyk kılatgan meýil Uýgur terjüman bolsa we başgalar onda mesele soraglanmaýdy. O terjüman sizge mesele berenmeýdi o terjümanlyk kılgan ýerde. Onundan burun ýa-ki bolmasa teşkilatlar arkaly maslahatlaryňyzdy şu nimege kirişden burun pişirip alsaňyz boldy, amma näq meýdanda sizge terjümanlyk kılatgan adamdy. Mesele karakterli maňa alam diýseňiz, üzüňiz bilen balaga emas, terjümandan balaga tykyp goýsyz. Şoňa ma bilmeýdi, ma biziň gepimizni bilmeýdi, diýişip bolsak boldy diýseňiz, çünki gepleriňizmi bäzi wagtda awtomatlik önallygy elindiçi. O ispatlap galady. Andan keyin o hata terjümanyňmy terjümanlyk nemesini epdeşlep etkenden sert kanuny jaza tartyldy. Şoňa üzümizde we başgalarynyn aýaş üçin ýalgan gep sözlemeslik, näq meýdanda onundan bilenmeý turup, meslehetini manda diýsem bolam, kanda diýsem bolam dep, biçaranymy kystap galdy ahwalla bulap galmasyn. Demek çoğunum onu hem taýýarlykny oldun kylyp, hemmimiz üzümizge kelgen nimeni kanda diýişni, kanda sowalyk, kanda taýýarlyk kılıp kirişni, başyny gepini näden başlap näde toktaşny, bunumy da kallamyzdan ötküzip alsak, näde çyraýly dil jaýyga sorgan suwalyga jogap berişimiz gerek. Artyk halkara waziýetden, umumy waziýetden sözleşden açdyk. Üzümizden beşiğe kelgen waziýetden sözlesek, kysmetinden sözlesek, togry bol dep oýlaýman. Anyndan keyin, mao başga kelgen döwletleriň teşkilatlary bolsun, bir kysym gyryndaşlarymyz bolsun Facebook'daga şu kelgen gyryndaşlarymyz üçin her xil şekilde ýardam berelýärdiganlygyny, hazır karantinga kelgenlik sebäpden ular bilen görüş imkanydynyň bolmaganlygyny, eger görüş imkanydy bolgan tagda ularnyň her kandak şekilde ularga özüniň goldan gelýän ýardam berelýärdigini ifade kıldy. Bu nähayt ýaxşy. Kelgen müşädeki Ýewropada ýaşap atgan her kandak gyryndaşymyz bolsun, meýli Şwesiýada bolsun, meýli Ýewropanyň näde gyryndaşymyz kelgen bir gyryndaşymyz onda dep ýardam talap kılsa goldan kilişçe ýardam berdi. Meýli teşkilat bolsun, meýli şahs bolsun gyryndaşlar. Hiç kim men bilmeýän iş kılıp, ma Uýgur gyryndaşym men işim bar diýýär, men aldyraşdym dep üz aldyraş bolsunmy başga gyryndaşlarga hawaly kılıp bolsunmy bir-birsiga ýardam berelýärdi. Muşdaq ýaxşy ananyny saklap galýarlar. Bizim o neçini aldy kelgende müşärik gyryndaşlarymyz aldyn kelgen gyryndaşlarymız bizim aldymyzga çykkan, çyraýly öýge teklip kılgan, daýky köçep kilişçimizimiz ýardam bergen, goldan nemi käse şu işini kılgan. Şoňa şu ýaşlyk hazyrgyça bizden nimemizden unutulmaly. Bizim ýeni kelgen gyryndaşlarymyzga kolumyzdan nemi ýaxşylyk käse şunu kılymyz. Çünki kolny judo, kol kopap yüzünü judo diýmez. Bizden kılgan ýaxşylyk emas, hiç kaçan unutulup kalmaydı. Burun kelgen gyryndaşlarymyz bize kılgan ýaxşylygy hiç kaçan unutulup kalgany ýok. Şuna okşagan şekilde bir-birimizge kılgan ýaxşylyk, ýardam hiç kaçan unutulup kalmaydy. Şoňa Ýewropadaky ýaşap atgan gyryndaşlarymyz Ýewropaga kelgen her kandak gyryndaşyga özüniň goldan kilişçe kemmidi diýdi, keldi diýdi, kiliş üçin goldan kilişçe ýardam berdi. Hemde Ýewropa döwletleri bulapma Norwegiýa, Şwesiýada biraz hawa suwusyk başyldy. Ma gyryndaşlarymyz, kelgen gyryndaşlarymyz biraz az çünki juk takynjyk aglanmaýdy aýnyp meňiş üçin azla kiyim-kechek we kışlyk kiyim-kecheklerini almay kelgen boluşy mümkin. Bazalardan eliş kurby ýitidi, amma bizning mao ýaşap atganda hemmemizde üýümizde bir 2-3 artyk çapallarymyz ýeňe mandaq ýeňini äppäsek bolady, amma ýeňe üzümüz kiyip atgan kiyimlerimiz bar, kışlyk kiyimler. Şunda aldyn gyryndaşlarymyzga bir ät ýerimni üzüminde bir 10 şap bir älahaly nim bogaçylyk. Olanyň iqtisadiýaty kynçylygy ýa-ki nimeliginden emas, bazardan äp jürüşiniň hiç ähmiýeti ýok. Muşu Ýewropada ýaşaýan gyryndaşlarymyzyň muşu ballarymyzga bolsun, üzümizge bolsun 2-3 gün ýamgurlyk ýa-ki onuňa dep bir neçe kur kiyim ilinip gididike, onuň kiyiş imkaniýeti ýok boldike, Türkiýeге seppäse ýa-ki başga ihtiýajlar Türkiýedeki bolsun, başga gyryndaşlar sepär edilse, näit onuň özüniň
Meliden, çapanın kımmetinden onun kirası eğirço. Bunda bolganlykdan nurgun gyryndaşlarymyz hemşäherlerlikge teşkilengen meýli başga ýerdiki musulman döwletlerge jygylgan nimeligi bolsun ýardamlaryny kılıp ama üzümüzün şekildeki meýli Türkiýe'ge bolsun, şol bolsun bu şekildeki näsler biraz az. Kira kymmet bogaçka bir teşkilleş bir şekildeki näsler kim-keceklerde ýok. Şonuň üçin demekçi ogunum muşundak artyk kiyim-kечек, ýeňi kiyim-kечekleri bar gyryndaşlarymyz aş kelgen gyryndaşlarymyzyň kışlyk sızık giydigen kelin kiyim-kечeklerini bir täminlep bersek, ol belkim zat atyp ýa-ki bolmasa eger segirimni sanmaý dep dimesligi mümkin. Ama muşu jihatdiki eskerken gyryndaşlarymyz bar, bilen Facebook'umy çykyryp goýapdy. Hem kilip atgan gyryndaşlarymyz jüküni egirleşdirip u kışlyk kiyimini köterip jürüşiniň ajyty ýok. Mence bir şey kelgenden keyin şu turuş kelgen döwletdeki gyryndaşlarymyzyň muşu kelin kiyim-kечeklerden şunu täminlep berelýärdi gyryndaşlarymyz. Onuň meýleki bir ýerde bir ikinji kol digen näse normal. Bizim o ýeňi kelgelde 7 ýyl öý köçdüm men, 7 ýyl. 7 hytym, 8 hytym öý köçdik. Her bir hytym köçken wagtyda şu ikinji kol näsilini elip üýümizde tolduryp üýümizden ýykyp jüdok. Onuň gaýlaky ýeňi kelgen wagtyda meýli öýgü bolsun, meýli kiyim-kечeklerimiz bolsun. Onuň hemme nimeni bazardan ýeňe ep getişiniň hiçbir orny ýok gyryndaşlarym. Hemmege pulum bar dep pul hajlyp ýetişiniň orny ýok. Şu pul ne? Dende ýa-ki bolmasa Türkiýedeki galan ortaklarymyz, ýakylarymyz üçin şularyň hayatynyň tehem ýaxşy biz bilen jemleşik kapaletge ýygy boluş üçin ularga sep berip ýerdem kylyp dursak bolady. Şonuň üçin demekçi ogunam ikinji kol näslerini kiýiş bir egir mesele emas. Üýümizde ikinji kol näslerini eleş egir bir numus kyldygan bir iş emas gyryndaşlarym. Bu turmuşymyzyň bir kysmy bir ýerde. Bir ýerde yerlekleme alady, yerlekleme kylady, pul barlary kylady, pul ýoklary kylady gyryndaşlarym. Onuň üçin ikinji kol baza Ýewropa ellerinde maýt käňre müşädemi ikinji kol bazarlyga haklar özüniň kiyimlerini hädiýe kılıp berdi. Kysylkylyş jemgyýetleri ony jygyp apyryp çyraýlyk retlep dezmal saldygyny dezmal silip bazarda äzan bardy satydy. Buna ihtiýajlygy kelip ýana özüge nime kylady. Demekçi ogunam bir ýerde ikinji kol bazarlar madak sistemleşip ketken. Şuna aýlyky mana kiyimdim, manygini kiyemdim ýa-ki o bu diýdigan näse bolmasun demekçi. Addi satylykny naýty turmuşda karsaňlar bir ýerdeki bu minister emeldary derejelik insanlymy normal insanlardaki kiydi. Perkimiz ýok many normal edemler bilen ýokary emeldar diýimiz mesela şirket direktorlaryymyz ýa-ki bolmasa başguruş hadymlyrynki okşaş şekilde ýaşaýdy. Onuň üçin addi satylykny naýty ıhçam, sidam ýaşaşyna asas kıldyga ýa hemmesiniň putudy şu o saýat aýygy diýimiz, anandan keyin padişlah iştine, hani gene bir ýamgurla çapan okşaş bir mındak ýamgur ötmeýdigan, şaman ötmeýdigan çapanny kiydi. Demekçi ogunum addi saddi şekilde buludu. Onuň üçin başgalarynkyny kiyimini kiyip goýuş ýa-ki bolmasa nime kılış bek bir zat atydygan nemes kılgan bir iş emas. Onundan keyin kelgenden keyinki işlerimizde şu ýerdeki gyryndaşlarymyzyň eň ýaxşysyn, eň turmuşda beýle ballary terbiýeleşde bolsun, meýle özüniň hyzmetlik ufuk kazanyşda bolsun, meýle şu ýerde yerleşde bolsun, eň ufuk kazangan gyryndaşlarymyzdan örnek elip şu ýerde ýaşaşyny nişan kılıp alsak naýt ýaxşy boldy dep garaýman gyryndaşlarym. Onundan keyin halal ýemeklik bolsun, meýli mescitlerimiz bolsun, meýli ibadetlerimiz bolsun. Bu ne? Aşı döwletki baga ýerdeki hemme ýerde kär gyryndaşlarym. Ony her ýer şekilde ony halal ýemeklik satydygan ýerlerimiz naýt nurgun känleşip ketdi. Musulmanlyk köp hazır. Yani bir 30-40 ýyl gargandan keyin bu ýerdeki Ýewropa ellerinde musulmanlygyň gapnaşy nispetimi naýt neçe katlaýdygandek turdy. Onuň üçin musulmandaçylykdan ýa-ki bolmasa halal ýemeklikden ensirep ketişine hiç hajat ýok. Naýt käňter şekilde bolup ketdi. Nurgun bulapmy türkler
Qarindoshlarimizni ochgan do'kon so'raylar jiq. Turkiyadan kelayotgan mallarning turini aytijaq. Buning uchun bu yerda bu jihatdan nima yo'q, faqat kelgandan keyin birsi psixikamizni to'g'irlash, oilamiz birlashgichilik bir şekilde biraz qiyinchilik davri bo'ladi. Ko'nglimiz yerim bo'ladi. Biraz ailemiz bilan biraz ular tek qiynaladi birlashgicha. Biz tek qiynalamiz. Mushu. Anandan keyin yoshlarimizningki bo'ytoq yoshlarimizningmi bir şey kelgandan keyin balki o'qish bilan, xizmat bilan o'zini biraz nimasini teziltib hayotini mayli Misrdan bo'lsin, mayli Turkiyadan bo'lsin, oilasini qurishni tezdan uni planlashi o'ziga yarasha bo'ladi. Mayli qanday bo'lmasin, o'zimizning uyg'unishi bo'lsin, ishlashi bo'lsin, shu yashayotgan davlatning qonuniga uygun şekilde bir o'zimizni moslashtirish bu biraz jarayon ketadi. Onun uchun buni tayyorlik qilish kerak. 5 yil, 10 yil birdan o'tib ketadi qarindoshlar. Birdan o'tib ketadi, ammo bu birdan o'tib ketgan vaqtni nihoyatda sistemliq, undaq planliq elib mansaq yaxshi natija qazanamiz. Bo'lmasa, keyinimiz qarasak, mana bizga 13 yil bo'libdi. Keyinimiz qarasak, 13 yil yo'q. Keyinimiz qaytarmaymiz. Kelgan yerimiz nereden kelgicha o'zimiz bilamiz. Demak, qaysini to'g'ri qildik, qaysini xato qildik, balki bizga yakki shaklda bir şeyde qarindoshlarimizni ulgu oldik, deb payg'alla bo'ldi, diqqat qilish so'zlab payg'alla bo'ldi. Orada YouTube'larimiz bunday keng turda umumlashmagan. Onun uchun hozirgi davrimizda mayli YouTube'dan bo'lsin, mayli Google'dan bo'lsin, qaysi masalaga duchor bo'lsak, uni darhol yeziblam, uniga javob topa oladigan holatda yashayapmiz. Uchur davrda yashayapmiz. Onun uchun biz o'zimizning bilganini, tushunganimizni har birlarga o'rtoqlashib, qarindoshlarimiz mushundan birazroq foyda kelib qolsa, kelayotgan qarindoshlarimizdin 100, 150, 200 qarindashimiz kelyapti. Bu qarindoshlarimizdan ko'rganlari bundan bir o'rnak kelib, keyingi turmush yo'lini bir laylab olsa, nishonni aniq bekitib olsa, diqqat qilgan nuqtalarga qarab olsa, yaxshi bo'ladi. Biz shundan xushal bo'lamiz. Onun uchun qarindoshlarimizga keyingi nimalarda savollarga asosan va yoki o'zimizning boshqa yashash jarayonida diqqat qilish nuqtalarini, oilamizni qanday nima qilish, qanday uyg'urcha muhit barpo qilish, qanday dinimizda yashash, bu tarzda o'zimizning yani bilganlarini har birlariga o'rtoqlashib tirishimiz. Bugun vaqt munosabati bilan biraz qiyib ketgan vaqtimiz, ammo undan afv qilishni so'rayman. Qolgan yana boshqa savollar bo'lsa-mi, mana bu inkas qismiga yozib qo'ysanglar, shundan qarta savollaringizga javob bergach, ham keyingi qismlarimizda o'zimizning yana ba'zi bir eskartilgan nuqtalarda har birlari bilan işte ekran orqali yuz ko'rishimiz. Hamma Cenab-ı Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi.